Yanvar oyida tug'ilgan insonlar hayotda anchagina bardoshli insonlardir. Ular har qanday qiyinchiliklarga sabr bilan bardosh berishadi va uni yengib o'tishadi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarni ichki dunyolari chiroyli bo'lib, ular ko'pincha orzu qilishdan umuman charchashmaydi. Bu insonlarning ko'rinishi qanchalik jiddiy bo'lmasin, ichidan ular muloyim va rahmdil insonlardir. Ular hayotda ko'pincha do'stga sodiq inson bo'lishadi va doimo yangi do'stlar orttirishga harakat qilishadi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarni sindirish va xafa qilish juda oson, lekin bu insonlar tezda oyoqqa turib, unga qilingan barcha yomonliklarni unutib yuborishadi. Yodingizdan chiqarmang. Yanvar oyida tug'ilgan insonlar bir ishni boshlashsa, ular doimo oxirigacha kurashib, boshlagan ishini yakuniga yetkazishadi. Sizning ham yanvar oyida tug'ilgan yaqinlaringiz bo'lsa, tabriklar tava loyihasi orqali bizga murojaat eting. Biz bilan bog'lanish uchun 50lik 444 33 11 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Tabriklar tava loyihasi yaqinlaringizning quvonchli kunlarida sizga samarali xizmatchi.